Onajonlar, bugun patologik sariqlik mavzusini davom ettiramiz va uy sharoitida farzandingizda bu holatni qanday aniqlashni sizlarga o'rgataman. Patologik sariqlikda sariqlik o'ta kuchli bo'ladi. Yuz sohasidan boshlanib, asta-sekin butun badanni qamrab oladi va ko'zni ichidagi oqlari ham sarg'ayib ketadi. Bu holatda bola ko'p uxlaydi, kam emadi, emgan holatda ham juda ham sust emadi. Shuning uchun sizlar uchun bu qizil bayroq belgisi. Albatta farzandingizni neonatolog yoki pediatr nazoratiga olib boring va qon tahlillarini albatta topshiring. Bu holatlarda bolalar hatto reanimatsion holatgacha ham borishi mumkin, chunki bularda DVS holatiga, ya'ni qonni suyulib ketib, qon quyilish holatlariga ham olib borishi mumkin. Bolangizdagi sariqlik holatiga bee'tibor bo'lmang.